Asaxiy Books asoschisi Feruz Allayevning o'z biznes tajribalarini ichiga olgan Tadbirkor kitobining mazmunini 10 daqiqada bilib oling. Ushbu kitobda siz tadbirkorlikni qanday boshlash, mijozlar uchun qanday qiymat yaratish, mijozlar aynan sizning mahsulot yoki xizmatlaringizni sotib olishlari uchun nimalar qilish kerakligini, qanday marketing to'g'ri yo'lga qo'yish kerakligi haqida bilib olasiz. Feruz Allayev ushbu kitobda mavzuni sodda tilda, taniqli tadbirkorlar hayotidan olingan va o'z tajribasida duch kelgan amaliy misollar yordamida tushuntirib bergan. Kitob tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan va sohada ish yuritayotganlar uchun. O'zbek tilida biznesga oid fundamental bilim beradigan kitoblar yo'q. Shuning uchun ushbu kitobda biznesni soddaroq tilda tushuntirib, uning asoslarini nazariy va amaliy jihatdan ochib beriladi. Tadbirkorlik inglizchada biznes mas'uliyatni tavakkal zimmasiga olib, qarz yoki o'z mablag'lari hisobidan xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va shu orqali foyda olish ko'zlangan tashabbuskor iqtisodiy faoliyatdir. Xullas, biznes foyda olish maqsadida tijorat faoliyati bilan shug'ullanadigan xo'jalik yurituvchi subyekt. Biznes kichik yoki yirik bo'lishi mumkin. Bu tovar sotish, xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish, texnologiya, ko'ngilochar mahsulotlar yaratish va shu kabi turli sohalarni qamrab oladi. Tadbirkorlik qancha rivojlansa, davlat shuncha qudratli bo'ladi. Nega shunday? Birinchidan, tadbirkor muammoni hal qiladi. Istalgan tadbirkorning ishi muammoga yechim topishdir. Bozordagi talabga yarasha taklif beradi. Talab ham o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Uni yaratayotgan biznesmenlar ham yo'q emas. Henry Fordning mashhur gapi bor. Agar odamlarning o'zidan so'raganimda, ular menga mashina kerak demasdi, balki 2 karra tezroq chopadigan ot kerak deb aytgan bo'lardi. Ikkinchidan, tadbirkor o'zini o'zi ish bilan ta'minlaydi. Davlat bir fuqaroni o'qitib, tarbiyalab, voyaga yetkazguncha byudjetdan kattagina xarajat qiladi. Uchinchidan, tadbirkor ish o'rni yaratadi. Bu esa hamma mamlakat uchun juda muhim muammo. To'rtinchidan, tadbirkor soliq to'lab mamlakatni boy qiladi. Ijtimoiy soha, xavfsizlik, infratuzilma kabi davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan har qanday soha soliqlar va mamlakat boyliklari orqali shakllanadi. Beshinchidan, tadbirkor innovatsiya yaratadi. Tadbirkor ko'proq daromad qilib, raqiblardan ustun bo'lish uchun muntazam narxni pasaytirishga, sifatni oshirishga to'g'ri keladi. Ana shunday vaziyatda tadbirkor o'zi bilib bilmay bozorda ulushga ega bo'lish uchun innovatsiyalar tug'ilishiga sababchi bo'ladi. Tadbirkor yuqoridagi 5 omildan tashqari global muammolarni yechishga ham majbur bo'lmoqda. Axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt va boshqa zamonaviy texnologiyalar orqali yangicha reallikka moslashish masalalari tadbirkorlar tomonidan amalga oshiriladi. Aksar postsovet mamlakatlari kabi butun iqtisodni davlat oldinga tortadi. Aslida normal bozor iqtisodiyoti amal qilgan hududda bu davlatning vazifasi emas. Davlat regulyator sifatida bozordagi aloqalarni, uning qonunlarini buzmasdan tartibga solish va o'sha tartibni ushlash vazifasini bajaradi. Davlat qonun ijrosini tartibga soluvchi bo'lib, adolatsiz raqobatning oldini olish kerak. Davlat yana biznes uchun infratuzilmani rivojlantirishi kerak. Yo'llar, gaz, elektr energiyasi, suv, internet, temir yo'l va umuman har qanday infratuzilma biznes uchun hayotiy zaruratdir. Yana bir muhim jihat, sifatli ta'lim va tibbiyotni ham davlat rivojlantirishi kerak. Bozorda qonun ijrosini nazorat qilish, soliq undirish, adolatli raqobat muhiti yaratish, xizmat va tovarlar sifatiga belgilangan qonuniy talabni nazorat qilish davlatning regulyator sifatidagi vazifalaridir. Katta ishlar uchun doim investitsiya kerak. Investitsiyalarni jalb qilish va yirik kompaniyalarni ushlab qolish uchun quyidagilar juda muhim. Global iqtisodiyotga integratsiya. Qonunlarning xalqaro qonunchilikka, bozor qonunlariga mosligi va ustuvorligi. Mamlakatda biznes uchun belgilangan qoidalar rahbariyat kayfiyatiga qarab tez-tez keskin o'zgarmasligi. Rivojlangan bank va moliya tizimi, sifatli kadrlar va infratuzilma. Ana shu shartlar bajarilgan mamlakatlarda investitsiya oqimi ravon bo'ladi. Ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda 700 mingdan ortiq tadbirkor bor. Bu jami aholining 2%dir. Bu raqamlar qancha oshsa, tadbirkorona tafakkur tarzi ham shuncha kengayadi. Jamiyatning biznesga munosabatlari o'zgaradi. Biznes qancha rivojlansa, u yaratadigan ish o'rni va to'laydigan soliq miqdori shuncha oshadi. Innovatsiyalar haqida gap ketganda, biznes doimiy o'zgarishga majburligini esdan chiqarmaslik kerak. Biznes doim o'zgarishga, yuqori daromad manbalarini qidirishga majbur. Unda dastlabki g'oya eskirishi, daromad va maqsad yo'lida strategiya o'zgarishi borishi tabiiy. Mana shu doimiy o'zgarish jarayonida ham biznes o'zi bilib bilmay innovatsiyalarga sababchi bo'ladi. Eski muammoga yangicha yechim topish ham tadbirkorlikda daromad manbai. Masalan, mashhur Nutella shokoladida palma yog'ining juda ko'pligi oqibatida Indoneziyada necha 100 minglab gektar o'rmonlarning yo'q bo'lishiga, o'rmondagi hayvonlar, ayniqsa orangutan maymunlarning hayotiga xavf solmoqda. Bundan tashqari ushbu yog' salomatlik uchun ham ziyon. Shunday vaziyatdan fransiyalik mahalliy ishlab chiqaruvchi
Nutella ta'mini beruvchi NuTLC nomli yangi mahsulotni taklif qildi. Uning tarkibida palma yog'i umuman yo'q edi. Bundan tashqari qadoqlashdan ham voz kechishdi. Xaridorlarning idishlariga solib berishdi. Shunda mahsulot ancha arzonga tushdi. Biz innovatsiya deganda ko'pincha kompyuterlar, yuksak texnologiyalarni tushunamiz. Aslida mana shu shokolad pastasi ulardan kam bo'lmagan innovatsiyadir. Tadbirkor xizmat ko'rsatish, savdo yoki ishlab chiqarish orqali daromad qilishni ko'zlagan shaxs. Tadbirkor avvalo shaxs. Biznesda shaxsning ahamiyati juda katta. G'oyaning paydo bo'lishi, amalga oshirishi, rivojlanishi, xatolar, inqirozlar, uyqusiz tunlar tadbirkor hayotining turli bosqichlari hisoblanadi. Ish qanchalik muvaffaqiyatli kechishi asoschining aqliga, tabiatiga, dunyoqarashiga bog'liq. Uning qadriyatlari, maqsadi, strategiyasi biznesning tabiatini shakllantiradi. Filmlar va ommaviy axborot vositalari bugun bizga super qahramonlar obrazini sotishni yaxshi ko'radi. Qahramonlar aytarli qiyinchiliklarsiz ajoyib natijaga erishgani bu obrazning yaxshi sotilishiga yordam beradi. Lekin aslida hayot boshqa. Istalgan tadbirkor, sportchi, olim yoki shou biznes vakilidan so'rang. Maqsadga erishguncha qancha muvaffaqiyatsizlik, mehnat, mashaqqatlardan o'tganini aytib beradi. Tadbirkor ham xuddi shunday. Ommaviy axborot vositalari orqali shakllangan stereotipda qaysidir yosh tadbirkor o'qishini yoki kimdir ishini tashlab biznes boshlaydi va shu zahoti boyib ketadi. Lekin reallik ko'pchilik tasavvuridan ancha murakkab. Tadbirkor o'zi hamda xodimlari uchun javobgarlik, qo'rquv, sog'liq va bor quvvatini ishga sarflash, asablar zo'riqishi, o'rni kelganda o'zini tiya bilish, ba'zan muvaffaqiyatsiz tashlangan qadamlar, uyqusiz tunlar, soliq hamda boshqa tashkilotlari bilan muammolar, doimiy kurashlar eng muhimi ulkan mas'uliyatdir. Shuningdek, bu o'z mablag'ing hisobiga amalga oshirayotgan ishlaring uchun tanqid va jamoatchilik bosimi hamdir. Biznes g'oya qayerdan paydo bo'ladi? Biznes tabiatan muammoga yechim beradi va shu orqali daromad ko'radi. Kimningdir bugungi yoki kelajakdagi muammosini oldindan ko'rib daromad olish maqsadida unga yechim taklif qilingan joyda biznes g'oyalar paydo bo'ladi. Ruslarning bir yaxshi hikoyasi bor. Keksa Tamara buvi menejmentda o'qiydigan nabirasini chaqirib oladi. Buvisi qarigan, do'konga ham zamonda chiqa oladi. Hech kim xabar ham olmaydi, pul kam. Nabirasi o'ylab bir biznes topadi. Uy oldidagi bekatdan Moskva shahriga avtobus to'xtab odamlarni olib ketadi. Bu bekatga odamlar uzoq qishloqlardan piyoda kelishadi. Nabira e'lon yozib chiqadi. Qishloqlargacha siz o'z velosipedingizda kelib, uyimiz oldida qoldirib ketishingiz mumkin, ozgina haq evaziga deb. Shundan keyin Tamara buvining biznesi chaqqonlashib, o'lishni ham xohlamay qoladi. Ko'ryapsizmi? Resurslaringizni yana bir baholab ko'ring. Kimning qanday muammosini hal qila olasiz? Uber onlayn taksi xizmati ham ushbu startapning asoschilari Fransiyaga tadbirga kelishganida, taksi ushlay olmay qiynalishganida ushbu g'oya kelib, Uber onlayn taksi xizmatini tashkil qilishadi. Ko'pchilikka mashhur Canva onlayn grafik sayti ham shunday. Odamlar Photoshop kabi grafik programmalarni kompyuterlariga o'rnatishlari qiyin edi. Kuchli kompyuterlar va yaxshigina bilim ham kerak edi. Mana shu muammolarga yechim sifatida Canva platformasini yaratib, hozirda bilim yo'q, kompyuteri kuchsiz, hattoki mobil ilovalarda ham osongina murakkab dizayn operatsiyalarini bajarish mumkin. Muammoning yechimi uchun kimdir pul to'lashga tayyormi? O'sha joyda yechim beradigan biznes paydo bo'ladi. Bu talab va taklif qonuni ishlagani belgisidir. Ammo shoshilmang. Vaziyat faqat ideal holatda shunaqa. Hayotda esa hammasi boshqacha. Mijozdan, davlatdan, umuman muammosi bor odamdan pul olish uchun aynan siz hal etishingizga, yechimingiz shu muammoga to'g'ri va arzonroq, aniqroq ideal yechim bo'lishiga odamlarni ishontirishingiz kerak. Sizga o'xshaganlar soni yuzlab yoki minglab bo'lsa-chi? Bu undan ham murakkab vaziyat, raqobat ana shu joyda boshlanadi. Raqobatda muammoga kim yaxshiroq yechim bersa va kim yechimiga ko'proq odamni ishontirsa, o'sha yutib chiqadi va patirning kattaroq qismiga ega bo'ladi. Buning uchun sizda raqobat ustunligi bo'lishi kerak. Sizga 5 omilni aytib o'tamiz. Birinchisi narx. Mahsulot narxi chindan ham uning muvaffaqiyati, ya'ni ko'proq daromad keltirishida muhim omil sanaladi. Narxni to'g'ri belgilash biznesdagi eng boshog'riq muammodir. Ko'plab biznes murabbiylar mahsulotni iloji boricha qimmat soat deyshadi. Biznesning muammosi shunchaki qimmat yo arzon sotish bilan yechilib qolmaydi, yoki u shundan rivojlanib ketmaydi. Arzon sotib yuborsangiz daromad tushib ketadi. Qimmat sotsangiz mahsulotingiz kam ketadi. Arzon qilib yuborsangiz odamlar sifatsiz ekan degan xulosa chiqarib qo'yadi. Qimmat qilib yuborsangiz ko'pchilik ola olmaydi. Shuning uchun narxni belgilashda eng yaxshisi bozorni o'rganish kerak. Ikkinchisi qiymat. Mahsulotning xaridorda qanchalik qiymat yaratishini ham inobatga olish kerak. Masalan, iPhone smartfonlari aslida tan narxi shunchalik qimmat bo'lmasa-da, xaridorda status degan qiymat yaratadi. Agar iPhone o'z smartfonlari narxini keskin tushirib yuborsa, mijozlarning qiymatini tushirgan bo'ladi. Uchinchisi raqobatbardoshlik. Mahsulot bozorda uning muqobil mahsulotlar bilan bellasha olish kerak. Narx ham raqobatbardoshlikni oshiradi. To'rtinchi, tannarxni pasaytirish va foydani oshirish.
Biznes doim ko'proq foyda olishga intiladi. Foydani oshirish yo'llaridan biri esa mahsulotning tannarxi va boshqa operatsion xarajatlarni pasaytirishdir. Masalan, massiviy ishlab chiqarish bitta mahsulotga ketadigan xarajatlar kamayishi mumkin. 5-si sifat. Biznes muvaffaqiyatida narx singari sifat ham katta ahamiyatga ega. Agar xaridorning sifat talabini qondirsangiz, sizda raqobat ustunligi bo'ladi. Mijoz ehtiyojini qondirishingiz kompaniyangizning obro'sini ko'tarasiz. Mijozingizning xarajatlarini kamaytirasiz. Faqat bir muammo bor. Agar sifatli mahsulot chiqarsangiz, narx qimmat bo'lib ketadi. Arzon qilsangiz sifat tushadi. Xo'sh, nima qilish kerak? Siz sifat bo'yicha xaridorlar talab qiladigan minimal standartlar yoki talablar bor. Mana shu talab bajarilmasa, mijoz har qanday narxda mahsulot sifatidan norozi bo'ladi. Demak, bazaviy sifat talablarini aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Marketing. Narx va sifatdan keyingi muhim narsa bu marketingdir. Deylik, biznes ochdingiz, narx va sifat yaxshi, lekin bozorni egallash uchun buning o'zi yetarli emas. Endi borligingizni bildirish uchun o'sha narx va sifatni ko'z-ko'z qilishingiz, mijozning puli yoki mehriga eng munosib siz ekanligingizni uni ishontirishingiz kerak. Mana shu joyda marketing yordamga keladi. Marketing orqali o'zi $7 kiyimni Lacoste'dan $70 ga xarid qilishadi. Biznesingiz imiji sizning imijingizdir. Uni marketing shakllantiradi. Marketing shunchaki reklama emas. Marketing mahsulotdan oldin o'rganish ham. MBM, ya'ni mijoz biznes mijoz shaklida ishlashi kerak. Biznesdan oldin bozor jiddiy tadqiq qilinishi, mahsulotga talab, raqiblar, ularning kamchiliklari o'rganiladi. Balki kelgusi yillardagi talabni ham o'rganishingiz kerak bo'ladi. Siz mahsulotingizni katta reklama kompaniyasi orqali sotishni yo'lga qo'ymoqdasiz, lekin ushbu 3 ta omilni inobatga oling. Motivatsiya. Mijozda mahsulotingizni xarid qilishga motivatsiya bo'lishi kerak. Osh yeyotganingizda kola xayolingizga kelgani kabi. Imkoniyat. Mahsulotingizni mijoz sotib olish uchun imkoniyati yetish kerak. O'sha choyxonagacha, mijozgacha kirib borishingiz kerak. Narxi ham oshdan qimmat bo'lib ketmasin. 3-si trigger, ya'ni eslatib turuvchi signal. Mahsulotingizni tez-tez eslatib turing. Coca-Cola ham shunday mashhur bo'lsa-da, eng qimmat reklama joylarini sotib olib, bizga ichishni, borligini eslatib turadi. Marketing qayerda boshlanib, qayerda tugaydi? Birinchisi e'tibor. Mijoz brend haqida reklama orqali yoki boshqa joydan eshitadi, xabar topadi, e'tibor berib o'tib ketadi. Tanishuv, mijoz e'tiborini tortdingiz. Uning ko'zi reklamaga necha marta tushdi. Endi mahsulot mijoz uchun tanish brendga aylanadi. Keyin baholash. Mijoz brendni o'zicha baholab ko'radi. Google va ijtimoiy tarmoqlardan qidirib ko'radi yoki boshqa kanallar orqali. Qaror. Brendning umumiy imiji mijoz ko'ngliga to'g'ri kelsa, shundagina xarid qaroriga keladi. Ana shu joyda marketing kompaniyaga ilk real natija keltiradi. Keyingisi sadoqat. Marketing xarajatlari kam bo'lishi uchun mavjud xaridoringiz bilan aloqani yaxshilang. Bir marta xarid qilgan mijozga qayta sotishga urining. Elchi. Doimiy xaridor o'zi bilmagan holda kompaniyangiz elchisiga aylanadi. Kompaniyaning elchilari qancha ko'p bo'lsa, bu buyuk kompaniya bo'ladi. Aytadigan bo'lsak, tadbirkorlik uchun juda ko'p tavsiyalar bor. Kitobda yana qanday marketing kanallaridan foydalanish kerak, kreativlik, ijodiy yondashuv, operatsion jarayonlar, ishlab chiqarishda nimalarga e'tibor berish kerak, marketingdan so'ng sotuv operatsiyalari ham katta ahamiyatga egaligi, qanday axborot texnologiyalari va dasturiy ta'minotlardan foydalanish mumkinligi, inson resurslarini boshqarish, kompaniya rahbarining muvaffaqiyatga erishishdagi omillar, qanday qobiliyatga ega bo'lish kerakligi haqida ham batafsil yozilgan. Vaqtimiz qisqaligini inobatga olib, kitobning o'zini o'qishingizni tavsiya etamiz. Aytgancha, ushbu kitobni mutolaa ilovasida o'qib chiqib, shu kitob orqali ushbu videoni tayyorladik. Mutolaa jamoasiga rahmat aytamiz. 10 daqiqa kanali obunachilari uchun ilovaning pulli versiyasiga 10% chegirma berishdi. Promokod degan joyiga 10 daqiqa deb yozsangiz bo'ldi. Bu ilovada minglab kitoblarning elektron va audio variantlarini topishingiz mumkin. Tadbirkorlik bilimingizni ozroq bo'lsa-da oshirishga yoki bilganlaringizni eslatishga yordam bergan bo'lsak, xursandmiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yana qanday kitoblar haqida video tayyorlashimizni izohlarda yozib qoldiring.